Siz ham duxovkalaringizni ortiqcha kuch sarflamay, tozalash vositasining yoqimsiz hidisiz va tabiatga ziyon keltirmaydigan tarkibdagi mahsulot izlayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Men ham oldin gaz plitasini tozalashga ko'p kuch va vaqt sarflardim, lekin Beverly Home duxovka va plita tozalagichi bilan bu muammo juda oson hal bo'ldi. Bu vosita kuchli yog' erituvchi formulaga ega. Tarkibidagi faol moddalar hatto eski qotgan yog' va kuygan dog'larni ham yumshatib, oson tozalaydi. Eng yoqqan tomoni, yoqimsiz o'tkir hid yo'q, sitrus hidi bor. Yana bir muhim jihati, bu mahsulot tarkibidagi ko'plab komponentlar tabiatda biologik parchalanadigan, ya'ni atrof muhitga zararni minimal darajada yetkazadigan qilib ishlab chiqilgan. Qo'llash ham juda oson. Vosita gel ko'rinishda bo'lib, kerakli joyga bir necha daqiqa oddiy gubka yordamida surtib qo'yiladi va 15 daqiqa kutiladi. Shundan so'ng istasangiz suvga idishivadigan gel solib artib tashlaysiz yoki gubkani yuvib artib olasiz. Natijaga video davomida o'zingiz guvoh bo'lasiz. Agar siz ham oshxonangizni ortiqcha kuch sarflamasdan toza qilishni istasangiz, menga yozing. Men sizga mazkur mahsulot haqida batafsil ma'lumot beraman. Mahsulotdan foydalanib, o'zingiz baho bering.